Fabio Cannavaro qur'adan so'ng hissiyotlari va bo'lajak raqiblar haqida gapirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati guruh bosqichiga qur'a tashlangandan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Albatta bu jahon chempionati istalgan jamoa bizga ro'baro bo'lishi mumkin. Biz guruh bosqichida Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushamiz. Bu esa futbolchilarimiz uchun ham, biz uchun ham albatta hayajonli bo'ladi. Eng asosiysi jahon chempionatidamiz. Bu qur'a. Unda hamma narsa bo'lishi mumkin. Biz juda ham xursandmiz, sababi bu tarixiy mundialda ishtirok etyapmiz. Umid qilamiz, oxirigacha kurash olib boramiz, deya ta'rif berib o'tdi italiyalik mutaxassis. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichida Portugaliya, Kolumbiya hamda Kongo, Yamayka, Yangi Kaledoniya g'olibi bilan kuch sinashadi. Juda hayajonli qur'a marosimi bo'lib o'tdi. Bizga Portugaliya, Kolumbiya va 3-play-offdagi Yangi Kaledoniya, Yamayka yoki Kongo jamoalari bitta gruppadan joy oldik. Albatta jahon chempionati bu biz uchun birinchi tajriba va ishonamizki, jamoamiz yaxshi tayyorgarlik qilib, xalqimizni, O'zbekistonni xursand qilib, chiroyli o'yinlari bilan keyingi boshqa chiqish vazifasini uddalaymiz va albatta jahon chempionatida o'yinlar bir-biridan qiziq bo'ladi, oson o'yinlarni o'zi bo'lmaydi. Shunga yarasha puxta tayyorgarlik ko'rib, eng muhimi muxlislarimiz mana shu jahon chempionatidan zavqlanib, butun umrga esda qoladigan O'zbekiston uchun jahon chempionatlarida birinchi ishtirok bo'ladi. Portugaliya bosh murabbiyi Roberto Martínez O'zbekiston haqida nimalar dedi? Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martínez jahon chempionati 2026 guruhidagi raqiblari haqida fikr bildirdi. Juma kuni bo'lib o'tgan qur'a portugallarni Kolumbiya va O'zbekiston terma jamoalari bilan bir kvartetga tushirdi. Guruhning 4-a'zosi play-off o'yinlarida hal bo'ladi. U Yangi Kaledoniya, Kongo yoki Yamayka bo'ladi. Portugaliya va Kolumbiya uchrashuvi bu o'ziga xos narsa. Men bu o'yinni g'urur va hayajon bilan kutyapman. Fabio Cannavaro murabbiylik qilayotgan O'zbekiston terma jamoasi ham katta hurmatga sazovor. Play-off orqali turnirga yo'l olgan jamoalar ham har doim o'zgacha kayfiyatda o'ynashadi, dedi Martínez jurnalistlar bilan suhbatda. Jahon chempionati 2026 bahslari 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida bo'lib o'tadi.